Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 8-oyning 14 kuni juma. Sizlarga yana ozroq uchurlarni yetkazib qo'yay bugun. Burung'idek lamkin. Bugun oldi bilan xalqaro ahvollarni deb anadan vatan haqidagi ba'zi uchurlarni so'zlamoqchi. Xalqarodagi bir cho'ng xabarlarning birisi hozir Donald Trump bilan prezidentlikni tanlashadigan Joe Biden o'ziga muavin rais bo'lgan kishini tanladi. Tunugün bir e'lon qildi uni. Onun tanlagan kishining ismi Kamala Harris, bir ayol. Bu ayolninki opisi Hindistonlikkan, dadasi British Jamaica deb atilgan bir kichik orol davlati bor ekan. Kubaning qishida, nihoyatda kichik bir orol ekan o. Xaritadagi cho'ng kichikligidan qarasam shu Tayvandek kelamdikin, mana bir kichik davlat ekan. Aslida Angliyaniki mustamlikasi bo'lib 1962-yili mustaqil bo'lgan ekan. Bu ayolniki dadasi Stanford Universitetida professor ekan. Doktorlik unvoni bor, nihoyatda yosh o'qigan kishi. Opsimi California University Berkeley degan sho'basida doktorlik unvoni olgan ekan. Bu rak kasal mutaxassisi ekan. Bular ajrashib ketibdi. Orliqda nimada azroq yashapti. Kanadada. Ondan keyin bu ayol qaytib kelib, shu hozir Kaliforniyaniki bosh sotchisi, Kaliforniya shtatiniki bosh sotchisi. Kamala Harris 55 yoshga kiribdi. Nima Joe Biden 77 yoshga kirib, hozir 78 yoshga kiray deb qopti. Shu hozir ahvol shundoq. Ben biraz tekşirip baktım. Bu Kamala Harris bu xonı bilan o'tganda Uyg'ur kishilik huquq qonunini ma'qul qiladigan chog'da Uyg'urlar hali kurashgan. O'xshamagan yerda telefonda yo bevosita degandek bu xonimni imzo qo'yib ekan, dasatlamkin. Biraz ko'rinishlarni tekshirib baktım. O'qigan maktabiy cho'ng'ayri Berkeleyda cho'ng bo'lib ekan endi. U ham biz burun tug'ayaga yaqin, mening o'g'lim shu California University Berkeley'de o'qigan endi. Tug'an shahar shu Berkeley degan shahar ekan. Men bu yerda ishladim bir mezgil. Shunaq. Bu Xitoy analizlarniki leksiyalarni olsam, ba'zilari bu xonimni Xitoy to'g'rilik ismini bilmaydi deydi. Ba'zilari mana shu demokratchilar ichida bu xonim Jungo'ga, Xitoyga taqabul turish masalasida jumuriyatchilarga eng yaqin deb deydi. Endi Uyg'urlarga qandaraqdi deb uni tekshirib baktım men. Tekshirsam shu aytaman degandek, Amerikaniki Uyg'ur kishilik huquq qonunini eng dastlabda qo'llaganlarniki birisiga. Undan keyin Uyg'urlar to'g'riliq boshqa ko'p ishlarni qilib boqmabdi. Lekin shu bir oyning oldida Uyg'urlarniki tug'utni cheklash haqidagi bir qism uchurlar pash bo'ldi. Shu chog'da bu xonim cho'qim BDTga besim ishiltib, Xitoyniki shu Uyg'urlar ustidan ep bo'lgan irqiy qirg'inchilik ishini tekshirish kerak deb ashtaq bir bayonot bergan ekan endi. Shunchalik ahvollar bor ekan. Endi o'tgan sizlarga degandek Joe Biden va bu xonimniki bu qatimqi saylovda utib chiqish ehtimoli pek cho'ng emas. Gerçi xonim endi Joe Biden'niki bir qism ojiz yerlarini to'liqlasimi umid cho'ng emas deb o'ylayman men. Endi bu ishlarni tekshirishga bir maqsadim endi nimani his qildinglar desanglar, bu Kamala Harrisniki opisi dadasi har ikkisi Amerikaga o'qish uchun kelgan ekan. O'qish uchun kelib, mishada o'qib, doktorlik unvoni olib, Amerikada qolib qolgan ekan. Bu xonim Amerikada tug'ilibdi. Shunga muavin prezident bo'lgan müştaq bir yolunu tanlab hozir shuni kiraldi degan gap endi. Bu demak, agar Amerikada har qanday millat agar qattiq tirishsa, müştaq Amerikaning prezidenti bo'la oladigan müştaq bir fursat bor degan gap. Shunga Amerikadagi, Amerikada tug'ilib, o'sib yetilayotgan Uyg'urlarmi bundan keyin qattiq tirishsa bo'ldi ekan degan menda ham bir qatam umid paydo bo'ldi. Buni bir deb qo'ygim keldi. Ondan keyin ikkinchi xabar Trump
Angliyadan aldığan bir kısım soda bajlarını bekar qilib, o soda bajlarını Germaniya bilan Fransiyaga qo'shmoqchi bo'libdi. Xabarlarda bor, Germaniya, Fransiya hozirga qadar Amerika bilan hamkorlashish jihatda nachar yo'l tutib kelyotidi. Bu Germaniya Xitoy bilan yaqin hozirmi? Ashta boshqa hozir Trump endi Amerikadagi Angliyadan aldığan soda bejini bekar qilib, u bajni Germaniya bilan Fransiyaga qo'shib, shu orqali bu ikki davlatni biroz jazolamoqchi bo'libdi. Men yaxshi qilib deb o'yladim shaxsan. Mushundaq kunlardami yana Xitoy bilan yaxshi o'tadigan davlatlar bo'libmi? Mana shu Yevropadagi davlatlardan biz saskinsak bo'ladi. Bu ikki davlatniki hozir qilayotgan qiliqlari yaxshi emas. Üçüncü xabar, ehtimal anlarsızlar, Pompeo hazır mı Avrupa'da? Şu yerda ekskursiya xizmat münasibati bilan berib ishlarni qilyotidi. Har kunidagidek bayonotlarni beryotidi Xitoy haqida. Nayt gaplar intan kuchlik. Bu hozir nimadan darak berdi desanglar, Amerika o'ziga yangidan bir ittifoqdoshlar chamberigini hosil qilyotidi. Avrupa'da, Asya'da o'tganda men degandek, dunyodagi 5 ko'z degan 5 davlatga Yaponiya ham qo'shilib 6 ko'z bo'ldi. Hozir endi to'xtamay Yevropaga berib, Yevropadagi davlatlar bilan ittifoqdosh, yangidan bir ittifoqdoshlikni shakllantiryapti endi. 4-chi xabar, men anlagan xabarlarda hozir Xitoyniki garchi harbiy jihatdan Amerikaga har xil popozlarni qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoyniki harbiy generallari Amerika bilan urushishdan intayin qo'rqidi ekan hozir. Boshqa har qanday ish bo'lsa mayli, lekin Amerika bilan urushmasak deb o'ylaydi ekan. Ular da urush qilmay turib shunday qo'rqib ketibdi. Kecha ancha uyqusi kelmaydi hozir deydi. Bu nima Xitoy analizlari o'tirib qo'ydi. Menga qiziqarli tuyuldi bu gap. Endi 5-chi xabar, ehtimal xabarlarda bor, Xitoy yaqinqi bir necha yilning mobaynida boshqa davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatda bular bir lukchaklik pozitsiyasida ish berib keldi. Og'zini buzib, tillab, qo'pollik qilib, bu qilib degan. Burun bu vaqtda Xitoy analizlarining ichida har xil ko'z qarashlar bor deb buni nima Junjijuniki shu tashqatqa mas'ul bir a'zosi bor. Ehtimal shu qatqan bo'lishi mumkin deydigan bir ko'z qarash bor. Lekin bu necha kun oldida pash bo'ldi. Bu ishni mushtaq urlashtiruvchimi Xi Jinpingga. Chiqilib hozir Xitoydan chiqayotgan butun razillik, butun qabihlik, hamma jinoyat ishlarining hammasi Xi Jinpingdan chiqyotdi. Xudoyim bo'lsa, agar Xi Jinping dunyoniki bir sotiga tortilsa, nayt ig'ir darajada jazolanadi deb o'ylayman men. Shu lukchaklik tashqi ishlar munosabatini Xi Jinping o'tirib qo'ygan ekan. Bu ish bir necha kun ichida mobaynda pash oldi. 6-chi xabar, ehtimal men Facebook chiqarib qo'ygan videolarni ko'rdinglar. Hozir bu yil Xitoyda har xil intayin g'alita havorayi hodislari yuz beryotdi. Bu yaqin yuz bergan bir ahvol 8-ayning 10-chi kuni 8-ayning 10-chi kuni Shanxayda nəhayət g'alati bir xil avvala yuz berdi, chaqmoq chiqib, yomg'ir yig'ib, Xitoyniki bir televiziya monorini chaqmoq so'qib biroz buzibdi uni. Nəhayət qo'rqinchli Xitoyni nəhayət vahima soladigan hodisalar yuz beryotdi. 8-ayning 13-chi kuni Beijingda qattiq yomg'ir yig'ib, bo'ron chiqib, Beijing 6 xil ogohlantirish buyruq chiqaribdi. 6 xil havo hodisalar haqida. Bu tarixdan kulib baxmagan ahvollar ekan. Chiqilib bu yil Xitoylar nəhayət ig'ir vahima ichida yashayotdi. Nurg'un yerlarda suv opti bor, uni hammani bilasizlar. Shuni qo'shib meni mashlar bo'g'il turibdi. Andan 7-chi xabar, Amerika hukumati Amerikadagi Kunzi instituti degan o'rinlarning hammasini bu chet el hukumat organi deb e'lon qildi.
Mana shu bir qancha kunning ichida. Buni ahamiyati bak cho'ng. Nima ish qilsanglar, Amerikada 150 dan ko'proq Kunze instituti bor. Bu Xitoylar shu yumshoq kuch sohasida dunyoni egallaymiz deb qurgan narsari jami 350 tak bor dunyoninki hamma yerlarda. Hamma yerga qo'shgan vaqtida. Bunun yarmi Amerikada. Yarmi degidek Amerikada dedi. Bunun bir neticesini taqab bo'lgan. Nima qitamanda uni rasmiy chet el hukumatiniki organi deb e'lon qildi. Shunday qilgan chog'da Amerika hukumatiniki bularga muomala qilish jihatda nihoyatda cho'ng o'zgarish bo'ldi ekan. Bu yerda o'qigan o'quvchilarniki masalan Amerikada xizmat tepish bilan ta'sir bo'ldi ekan endi. Buni chet el organi deb e'lon qildi. Bu bir cho'ng g'alaba. Buniki ahamiyati bek zo'r. Turkiyada mı bor? Turkiyadagi Boğaziçi Üniversitesining ichida shu Kunze instituti degan institutlar bor. Xudoyim bilsa qolgan yerlarni taqabundan ekan. Yana bir 7-chi cho'ng xabar Angliyadagi parlament a'zolari, nihoyat ko'p sondagi parlament a'zolari bir iltimos tayyorlab Angliya hukumatidan bundan keyin har xil sabablar bilan Angliyaga kelib qolgan Uyg'urlarning hammasiga Angliyada turish salohiyati berish, muhojirlik salohiyati berish talab qilib bir talab sunibdi hukumatiga. Bu nihoyat cho'ng xabar endi. Uyg'urlar agar Angliyaga berib qolsa, ularga shartsiz panohlik beradiganlar. Buni anglab nihoyat xush bo'ldim. Bundaq ishlar chet ellarda ancha bo'lib boqmagan burun. Andikin 8-ci xəbər şu 8-ci günü bir maqalı çıxdı. Yaponiyaniki Asiya tədqiqatı degan gazetiga bir maqalı çıxdı. Onun da nima deydi desanglar, Xitoy hokimiyati Şinjandan qanday qilib chiqish haqida bir yo'l tepish kerak. Xitoydan nima Şinjandan chekinib chiqish yo'li haqida izlanish kerak degan narsani o'tirib qo'yibdi. Ondan keyin shu lagerga sulg'an Uyg'urlarniki har birisiga $14,000 to'lab to'lash kerak deb o'tirib qo'yibdi shu maqolada. Bu nihoyatda bir bu ish amalga oshirilishini bilmaymiz. Herhalde boshqalarniki mushtaq narsani o'tirib qo'ygani biz uchun bir xo'shamlarlik ish. Ondan keyin 9-ci xabar Angliyada şu Hristiyan, ondan Judaizm, İslam, şu her xil dinlarniki popları, ölümaları 70 tak adam birleşip bir bayanat e'lon qilib Xitoyniki Uyg'urlarga qilgan ishini şu Holocaust, Yahudilarniki cho'ng qirg'inchiligidan keyingi insoniyatga yuz bergan eng cho'ng fojia deb e'lon qildi bular. Bir bayonot e'lon qilib. Bu nihoyatda cho'ng ish Uyg'urlar uchun. Uni o'zinglar bilasizlar. Andan keyin 10-ci xabar Amerika Hong Kongdagi 7 odamga, Hong Kongdagi 11 odamga Hong Kongdagi Xitoy hokimiyatini qo'llab Hong Konglarni bostirgan 11 odamga jazo qo'llangandan keyin Xitoy hukumati Amerikadagi 11 odamga jazo qo'llanamiz deb 11 odamning ismini e'lon qildi. Bunun ichida Marco Rubio bor, senator Marco Rubio, ondan keyin Texasniki senatorsi Ted Cruz bor, ondan keyin xalqaro diniy erkinlik komitetiniki boshlig'i bor, ondan keyin Christopher Smith, Amerika parlamentining a'zosi, Uyg'urlarni aytib qo'llagan kishi. Bu odamning ismi bor. Chiqib 11 odamni e'lon qildi. Endi bu 11 odamning ustidan jazo qo'llanamiz deb onun üstünden neymiş qılalaydı dese qılalayğaçtınki tayini yok hazır kadar. Bu doğru kadar konkret narsa yok. Bu adamlarınki Xitayda balları yok, Xitayda pulusu yok. Xitayga maçı bağmaydı. Çıkıp Amerika işte Hong Kong'daki 11 Xitay Kompartiya rəhbərlərə cəza qo'llanamiz desa, bularni 11 odamlarga jazo qo'llanamiz deb e'lon qildi. Amerikalıların pozitsiyasi bu vaqtdagi bir charchaqning o'rnida, uyning o'rnida qiziqarli bir narsa qilib o'tkazib bordi buni. Shuncha xil narsa bo'lyotdi bu. Andan keyin
11. xabar Hong Kongda bir Li Jiying degan bir kishi bor ekan. Bu kishiniki qurgan şirketlari bor ekan. Şirketlerin içinde ikkisi media şirketi. Alma xabarlari degan bir gazeta bor ekan. Andan keyin yana bir media şirketi bor ekan. O media şirketinin ismi Next Digital, Next Media deydigan şirketken. Bu adam şu Xitoyniki bir qism rezilligini, jinoyatlarini pash qilish jihatdan ko'p ishlarni qilgan kishi ekan bu. O'zi demokratchi. Yaqinda Xitoylar bu odamni qo'lga olgan, ikki bolasi bilan qo'shib qo'lga olgandi. Qo'lga olgan kunisi bu adamniki shirkatiniki pay cheki 300%dan o'sib ketdi. Ma xabarni miyadimning deyishimdagi sabab Xitoy hukumati ma bir demokratcha odamni qo'lga olsa Hong Kongda. Odatda bir shirkatniki boshlig'i yiqilib tushsa, o shirkatniki pay cheklari vayron bo'ladi. Pahalashib quruq bir narsaga aylanib qoldi. Ma shirkat bunday emas. Xitoy bu odamni qo'lga olgandan keyin shu kunisi va ertasi bu odamning shirkatiniki pay cheki o'sib 350% o'sibdi. Demak, Hong Kong xalqi aşındaq bir iş orqali bu odamni qo'llaydiganligini bildi deb ifodaladigan gap endi bu. Men bu xabarni anglab ta'sirlandim. Bu biz Uyg'urlar uchun bir o'rganishga tegishli ruh. Hong Kong xalqi ruhi deb o'ylayman men. Mani bilgan qilishim sabab shu. Andan keyin yaqinda yana bir qiziqarli xabar chiqdi. U nima desanglar, Ukraina Sovetdan bo'linib chiqqan Ukrainada yaqinda bir ayol Xitoyniki konsulxonasiga kirib ekan, kirsa, ashada bir oylikdan 6 oygacha bo'lgan bu vaqtda ko'tarib olgan ayollarning Xitoy ayollarining 20 nachisi bor ekan shu konsulxonaga viza olamiz deb kirgan. Shunga bu paranglashib, nima ish bo'lgandi deb paranglashib, qanday kelganligini so'rasa Ukrainaga. Bularimiz sayohatga kelgan deb debdi. Kim biraz tekşirse Xitoyniki ayolları hazır şu chet eldeki bay davlatlarga, demokratik bay davlatlarga berib, shu yerda tug'ilgan bir ahvol shakllanibdi. Ukrainada shu nihoyatda ko'p sondagi Xitoy ayollari ashaga berib shu yerda tug'ibdi. Sababi nima ekan desa, bu g'arbdagi demokratik allarniki hamisida tug'ib bekarlık bo'lganligi uchun bir ayol tug'sa, undan tug'ib doktorxona haqqi olmaydigan bo'lganligi uchun Xitoylar ashaga berib shu yerda tug'adigan bo'lib ketibdi. Bosh xabar chiqqandan keyin yana bir qarindishimiz menga azroq yo'llab berdi. Nimada Italiyadami mush ahvolniki intayin ig'irligini deb azroq yo'llab berdi. Hech qanday bir hodisa bor ekan. Bu menga qiziqarli tuyuldi, sizlarga bir deb qo'ygim keldi. Ben bu uçurlarını İngilizce yazıp Twitter'a çıkarıp koydum. Xitoyniki ne kadar rezilligini dünya bilsin deb. Onunla neke degan bir gapim, eğer dünya Xitoyni to'smasa, shu g'arbniki hozir qadar taraqqiy qilib bugungidek holatga kelgan g'arb madaniyatini Xitoy yo'q qo'ydi degan narsani yozib qo'ydim men. Ondan keyin endi vatanniki xabariga o'taylik. Hozir vatanning xabari bilan munosabatli bir uchur bog'liqlar shuni deb qo'yay. Hozir dunyo miqyosida shu Xitoy virusiniki yuqumlashidan saqlanishga ishlatilgan virus vaksinasiyasini taraqqiy qildirish jihatda bir dunyoda musobaqa bo'lyotdi. Hozir nurg'un davlatlar vaksina ishlab chiqaryotdi. Shu sinov bosqichida hozir. Necha kunning oldida, 3 kun oldida deyman, Rossiya, Putin biz vaksina ishlab chiqardik deb e'lon qildi. Vaksina ishlab chiqardik, men qizimni ishlatdim degandek. Bir qiziqarli yeri bu vaksinaga Sputnik 4 degan bir ismni qo'yibdi. Sputnik degan nima desanglar, 60-yillari osmonga sun'iy amalga chiqarish
ishlari bo'layotgan vaqtida dunyoda shu joydan bir cho'ng musobaqa bo'lgan. Musobaqa bo'lib, Sovet ittifoqi oldi bilan birinchi sun'iy amrani osmonga chiqargan. Shu sun'iy amraning ismi Sputnik'di. Bular maqatim vaksinag'imi shu Sputnik 4 deb Sputnikga ismini qo'yibdi. Sababi nima desanglar, biz birinchi bo'lib chiqardik deb. Lekin dunyo bu ishga bak vaydab ketmedi. Sababi nima desanglar, bu vaksinani taraqqiy qildirishda odatda 3 bosqichlik sinovdan o'tmas bo'lmaydi ekan. 3 bosqichlik phase 1, phase 2, phase 3 deb ataydi ekan buni. Bu Rossiya 3-chi bosqichni qilmay turib e'lon qildi buni. Endi birinchi bo'laman deb e'lon qilganda qiladi. Hozir undan keyin yana e'lon qilib biz ishlab chiqarib bo'ldik deb aytganlardan Hindiston, endi Xitoymi bor. Hindiston, Xitoymi bor. Lekin bularga dunyo bek hayajonga ketgan yeri yo'q. Bu ishlarda cho'qim chiqdi deb. Agar diqqat qilsanglar, bu davlatlarningki hammasi odamning qiymati yo'q davlatlar. Odamning qiymati yo'q, odamni tajriba qiladigan davlatlar. Bo'lib Xitoy. Xitoyniki ikki shirkati hozir biz ikkinchi bosqichlik nimani tugatib bo'ldik. Sinovni tugatib bo'ldik, uchinchi bosqichni qildik deb e'lon qildi. Ularniki birisi nimada Birlashma Arab Xalifligida sinov qilamiz, uchinchi bosqichlik sinovni shu yerda yaparmiz deb e'lon qildi. Andiki yana bir shirkat Brazilda yaparmiz deb e'lon qildi. Texnik sinovdan o'tib bo'lmadi. Endi bu yerdagi bir vahshiy ahvol, Uyg'urlar mush bir ishdan keyin qurboni bo'lib ketib qoldik. Yaqinda ko'rdinglar, ko'p rasmlar chiqib ketdi. Xitoy dorisi, Xitoy an'anaviy dorisi degan dorilarni Uyg'urlarga majburiy ichirgan dorilarniki har xil rasmlar chiqib ketdi. Buniki kichik bolalar, o'tir yosh, yosh cho'nglar, andan keyin nay darajadan yuqori kadrlashadigan dora degan narsalar chiqib ketdi. Ben o'tgan haftadagi videoni chiqarg'ichilik Uyg'urlarga o'qil urdiganlik ahvoli to'g'ri uchur olmagandim. Yaqinda bu to'g'ri uchur oldim. Uyg'urlarga o'qil uribdi. Shu vaksina o'qilini uribdi. Hozir endi har xil hozir biz to'plagan uchurlarga asoslangan chog'da Xitoy bir qism Uyg'urlarga vaksinani urib, ularni ayrim uylarda karantin qilib, ayrim uylarga ayirib sulab, ondan keyin ulardan har kuni ig'zidan sho'ga suyuqlikni elib yoki qon elib tekshirib, shu vaksinaniki roli bo'ldimi, bo'lmadimi degan ishlarni qilyotdi. Bu to'g'riliq yaqinda ko'p uchurlar chiqib ketdi. Men o'zim kelgan uchurlarning hammasini uturliq yozib, inglizcha yozib Twitterda e'lon qildim. Ahvol bek vahshiy. Bizniki vatanda Uyg'urlar ustidan bo'lgan karantin qilishni aslida 2 haftalik 14 kunda boshlagan bo'lar. Bugun hozir 30 kun bo'ldi buningga. 30 kun bo'ldi. Bir qism yerlarda, masalan, G'uljida karantin vaqtini yana bir mezgil uzatdik debdi. Aslida 14 kunni hozir 28 kun qildik deb. Hozir 28 kun tush bo'ldi. Tush bo'lsa-mu Uyg'urlar hozirga qadar uyning ichida sulaqliq, teshidan qulupliq uylari. Uyg'urlarning sirti chiqamadi. Undan boshqa yana bir necha videolar keldi. Uning birisi Urumchidagi bir yangidan salgan doktorxona. 2 haftaning oldida Urumchida mana shu karantin qildigan bir doktorxona silinishga boshladi deb video chiqqan. Ben o videoni Twitterga chiqarib qo'ygandim. Unda maqatim bu doktorxona bitib, uning ichiga bir kichik o'g'il qiz ichiga kirib, u qizning qig'ishlari ko'rinishi bor bir video chiqdi. Bu nima doktorxonadagi o'rni Urumchiga 20 kilometrda kirdigan. Biz buni Michuan deb ataydik. Michuan sharqiy rayoni Midong distriktida edi. Midong Chui deb atabdi. Rayondagi silindi deb atabdi. Bu yerda Urumchidagi eng cho'ng jazo lagerining birisi shu yerda. Ondan boshqa nihoyat cho'ng turum bor ekan o'sha yerda. Shu yerga bu doktorxona silinibdi. Silinib hozir endi Uyg'urlarni ko'chirib olib sinov qilib turibdi. Bularning hammasini men inglizcha yozib Twitterlarga chiqarib etdim. Ondan keyin yana kelgan bir video Yangisar nahisida
o'rta maktab bolalarini işte u yerda karantin qilib ayrim uylarga sulab dori tushirib ukol urib eg'izini suyuqqa tekshirib qilib turibdi. Hozir shu o'rta maktab bolalarini Xitoyniki shu vaksina ishlab chiqarish tajribasiga ishlab turibdi. Ben bunu yazıp Twitter'lara çıkarttım. İşte kalgandan keyin ba'zi chet elliklar so'radi. U lagerda shunchalar ko'p Uyg'urlar bo'lsa, Xitoy hukumati nima uchun ashlarni ishlatmay bu maktab o'quvchilarini ishlatadi deb. Meni bunga bergan javobim hozir lager va turmaga ulangan Uyg'urlar ruhiy jihatdan, psixologiya jihatdan, jismoniy jihatdan intayin og'ir darajada vayron qilindi. Ularniki hozir bunday bir vaksinani sinab qila oladigan holati yo'q. İşte bu başqa bular saq adam tepib sinab qilamiz deb o'rta maktab bolalarini sinab qilyotdi deb tushuncha berdim. Amna falan shundoq. Ishqilib bu qitimki bu bir dunyo miqyosidagi vaksina ishlab chiqarish cho'ng harakati Uyg'urlarga kelgan chog'da Uyg'urlarni hayvonning o'rnida sinab qiladigan bir narsaga aylanib qoldi. Hozir Uyg'urlarniki talan taraj qilmagan ishimiz qolmaydi endi. Hozir mush ijtimoanda bir hayvonga o'xshashlarmikin sinoq obyekti o'rnida ishlatilyotadi. Shunga meniki bu yaqindagi kayfiyatim qat'iy yaxshi emas. Yaxshi uxlayolmayman. Nimishqa desa Uyg'urlarga har kun degidek bir yangidan balo afat kelyotadi. Buniki hech bir qachon to'xtaydi, dexe o'to'g'ri hech qanday bir narsa yo'q. Belgi yo'q. Endi yakın çıkan bir haber, iki Uygur sakçısı ölüptü. Birisi neydi yaşken, 36 yaş, birisi 52 yaş. 52 yaşken, birisi 36 yaşken, iki sakçı. Xitayla yürek kesildi, münasebetli kesel sebebini öldü depti. Ben şu bulanı virüs öldürüptü dep yazdım Twitter'a. Demiş ki dese, hazır kadar şaraitta bunda iki Uygur sakçısını yürek kesildi ve münasebetli kesel öldü dese adamın şeyiniz gelmeydi. Hazır Uygurlarına işte karantin kılıp her gün virüs işlerini teşhirip Uygurlarga bir kısım kişilerge virüsünü kasten yuqturup andaki olanı küzütüp atıdı. İşte bu aşka bu sakçılarını ki aşılarga münasebetlik kesel tüpelinin ülketiş ihtimalleri pek çok. Yakında çıkan yeni bir çoğun haber bir yapımlık ayal Xitayga yürek almaştırığı beriptiken yürek almaştırığı berip şu işin yapılış jarayonida 10 günün içinde 3 tane yürek çıkıptı bu ayalga, maskalagan yürekten. Bu ayal yürek almaştırıp qıltashını qilib bo'lib Yaponiyaga qaytib borgandan keyin buni muxbirlarga oshkorladi. Aşağıdan xil cho'ng matbuotlarda bu xabar tarqaldi. Hozir Uyg'urlarni ikki a'zo almashtirish ishiga ishlatayotganligini, ikki a'zosini elib boshqalarga savatganligi haqida cho'ng maqola chiqdi. Buni men Twitterda biroz tashkil qildim. Andan keyin tunugin Amerikada Bostonda turgan bir xonim ekan. Bu xonim tekshirish investigative journalist deydi. Tekshiruvchi muxbir, yozuvchi, shoir, ma'rifchi ve faaliyetçi jiq mütahnimleri bakken bu ayal meni Twitter'dan tepip aloqalashgan bir panel müzakerasi ep basaq deb ashun qatnashib beralamsan deb buldu deb unga qatnashdim tunuga aprelda uningki temisi Uyg'ur ve Falungonchilar ustidan elib berilgan irqiy qirg'inchilik ashunday bir temada 3 panelist bo'ldik. Uning birisi men, yana birisi Angliyadan doktor Anvar To'xti, yana biri Amerikalik. Bu Amerikalik hozir Vyetnamdaki. Üçünden bilen 2 saatin ögün videoluk sohbet ötküzüldü. O video bir çıktı. Çıktıkken ben onu takip koydum. Facebook'ta mı var? İngilizce bulduğumda kırıp yapmalar. 2 saatlik bu ağırlık için naiti Kemkuşa'da sözleş fırsatı oldu. Ben hazır kadar Twitter'da dep kelgan gaplarimning hammasini qaytadan davoldim. Bu sohbat İngilizce ishlab bo'ldi. Agar qiziqsangiz ko'rib boqinglar. Menimcha nihoyat yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bu mushta suhbatni bundan keyin qilmoqchi.
Yaqında menga kelgan yana bir video bor, uni men nimaga chiqarib qo'ydim. Twitterga chiqarib hozir tushuncha berib qo'ydim. Uningda bir top Uyg'urlar qo'lda Xitoyning bayrog'ini ko'tarib qatorda tizib mangan, anikin kompartiyaga a'zo bo'lganmikin qasam bergan ayollar bor. Bu Uyg'urlarniki minishni ko'rgan bo'lsanglar, men burundan tortib deb kelayotgan mashina odamga aylantirilgan Uyg'urlar deb qarash mumkin. Bu Uyg'urlarda hech qanday hissiyat degan narsa yo'q. Yağışını yasalğandaklar içeriye qarasanglar, aşağı bir halatda bu videodaki kişiler bana Uygurlarçıdaki kadrlarda göründü. Hemmisi kadr çıray, sifatları, kiyinişleri, turukları qarasa kadr çıray. Lekin hiç qanday insanlık hissiyat yok. Bir buttaklamkin minib, bayrağını götürüp şartı olab, yani nakşi etip degandek aşağı qatqan bir görünüş. Bunu video çıkarıp koydum. Ben sizlerge dep kelgan Xi Jinping'deki planı Uygurlar'daki 3'ten 1 kısmını öldürüp tüketiş, 3'ten 1 kısmını sulap tüketiş, 3'ten 1 kısmını O'rta asrning odamlariga yoki mashina adamga aylantirib qo'yishdi. Men buni bu to'g'ri qilib izlangan burun, ma videoni ko'rgan vaqtimda men shu burun o'ylagan shu odamlarni ko'rgandek bo'ldim. Bu Uyg'urlarni hozir mashina adamga aylantirib qo'yibdi deb his qildim o'zim. Ko'p asanglar bo'ladi. Ondan keyin yana bir video kelgan, bir kichik bola ota-onasidan olib qolib 4 yil o'tdi, ota-onasini lagerga ketgandik. Ashpanaga yig'lab o'tirgan bir videosini. Uni chiqargandim Twitterga tushunchizib, u hozir 24 ming qatim ko'rildi. 300 dan ko'p odam taqatdi uni. Men chiqargan yana bir video bor. Bir Xitoy bir kichik bolani urayotgan. U video Twitterga chiqib ekan, Yaponcha mazmun bilan. O Yaponcha mazmunning asosiy mazmuni bu Xitoy bir Uyg'ur bolasini uryotdi dedi. Men boshqa hech qanday gap qo'shmay uningga shu Yaponcha mazmunni aynan Google'da inglizchaga tarjima qilib videoni chiqarib qo'ydim. O bir qism kishilar bu Uyg'urning bolasi emas, bu Xitoy o'zining bolasini uryotdi deb shuna deb inkaslarni yozdi. Ashta bo'lishi mumkin. Men ashta o'ylayman. Lekin tekstni men yozmadim, boshqa yozib shu bilan chiqarib qo'ydim. Lekin bu video nimani ko'rsatdi desanglar, bu video Xitoy hokimiyatining hozir lager va turmadagi Uyg'urlarni qaysi darajada qiynayotdi degan shunday bir narsaga bir misol ma'lum. Ashta bu boshqa kishilarni ming so'z qaraganda bir rasm a'lo degan gap bor kishilarni qoyil qilishda. Hozir Uyg'urlarniki kurayotgan kuni intayin qiyin. Lagerlarda, turmalarda. Lekin biz uni ko'rsatmayapmiz. Nima ish desa, Xitoy bu lager turmalarga hech qanday odamniki apparat yoki zirak fon kirishga yo'l qo'ymaydi. Ashta boshqa yana rasm videolar zot chiqmadi. Ashta boshqa zodi Uyg'urlar qaysi kuni kiryapti. Shu to'g'riliq biroz tushunchaga ega bo'lib qoldi ekan deb chiqarib qo'ygan. Uniki unimini ayt yaxshi bo'ldi. Intan ko'p kishilar inkas qaytdi. Hozirda bir hafta bo'lmadi buni chiqardi. Hozir ko'rganlar 212 ming odam ko'ribdi. 212 ming odam ko'ribdi. 1400 dan chiq odam taqibdi uni. Buniki unumi yaxshi bo'ladi. Endi yana bir necha Uyg'urlarchadagi xabarlarni deb qo'yay. Ularniki birisi Yangi Zelandiyada turadigan bir singlimiz bor, Rizvangul. Bu singlimizda yaqinda bir Fulbright o'qish mukofoti degan bir o'qish mukofotiga erishgan. O'zi bir donliq maktabda o'qiydi u yerda. Shu mukofotga erishgan, u bir ish oldi. Andan keyin bu singlimiz shu Yangi Zelandiyadagi hukumat va muxbirlarga kirish orqali o'ziniki inisining ahvolini ularga deb hozir Yangi Zelandiyada bir cho'ng ma'lumotlik bir maqola chiqdi. Shu Rizvangul singlimizdagi inisi va Xitoy hokimiyatining uyg'urlayotgan zulmi haqida. Bu bir cho'ng xabar bo'ldi. Meniki bilishimcha hozir Yangi Zelandiya hukumati va xalqi Xitoyniki Uyg'urlarga qaysi darajada zulm qilayotganligiga ishondi hozir. Ishonadigan bir holatga yetdi. Ashadagi Uyg'ur qarindoshlarniki tirishchanlik bilan. Shularniki birisi singlimiz Rizvangul. Men uning uchun ko'nglimdan rahmat aytaman. Yana bir yangi xabar Amerikada oliy maktabniki 3-yilligida o'qiyotgan
20 yaşga kirgan bir qizimiz bir NASA koinot mukofotiga erishdi. Bu mukofot endi shu NASA uchun tadqiqot qilib turadigan ishlarni qiladigan ish. Bir Uyg'ur qizi 20 yoshlik bu mukofotga erishibdi. Intayin xush bo'ldim. Hozir dunyoda u bu yerda turayotgan Uyg'urlar ichida shu koinot ishlari qiziqadigan, NASA qiziqadigan qarindoshlar hali ko'p. Müşahede damak tirişinler, işte yaşlılar bu vatıda, bolsa işte NASA'nınki mukafat iltimas kılıp, yaz vakti NASA gibi işler aşağı iltimas kılıp, aşağı kısanlar, kelgüsüde NASA gibi işler için neydi, yaxşı yol açılırdı. Müşahedeki tirişanlıklarını tutup koymaslıklarını ümit kılımım. Onun için en ahirki bir haber, Amerika'daki bir grupa yaşlarniki başlamcılığı bilen dünyadaki bir top yaşlar birleşip bir İngiliz dili dersiga başlagan. O dersniki bir basqıçlığı tamamlandı. Yakında meni anlaşılmışça ünümü intayin yaxşı oldu. Bununki ikinci basqıçı yakında başlandı iken 8 yanındaki 17. günü. Şunu kızıqıdığan qarindoshlar tizimletip okusanlar buludu. Endi en ahırda dep qo'ydigan yana bir xabar. Shu Yevropada turadigan men yaxshi biladigan bir qarindoshimiz bor edi. Bu qarindoshimizniki ayoli yaqinda o'qish bitirib xizmatga o'rnashibdi ekan. O'ziniki birinchi oylik maoshiniki hammasini Uyg'ur Project fondiga iona qildi. Jami 1100 euro pul. Ben şu fırsattan paylanıp o qarindishimizga, oilasiga, hammalarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ma'qul bo'lsa, bugungi program shunchalik bo'lsin. Kelar qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.